Так, bu video qarshingizga chiqdimi? Demak, bu ochilim, bu rasklad siz uchun bo'ladi. Kartamga hech qanaqa savol bermayman, shunchaki karta tushadi va ma'nosini aytib ketaman. Balki bilishingiz kerak bo'lgan narsa, balki hozirgi kunda xuddi shunday situatsiyadasiz. Sizlar bilan Aida Taro o'rtoqlar, личный расклад через WhatsApp orqali. Energiya обмен uchun bitta like, подписка sizlardan. Так, o'rtoqlar, aqlingizdagi insoningiz bilan bilasizmi, juda ham sizlar qisqa qilib aytganda Romeo va Julieta chiqyapsiz. Lekin oldinlari shunday edingiz. Sevgili juda ham beg'ubor, juda ham chiroyli chiqyapti. Ko'ryapsiz, o'sha energiya, kartaning energiyasi yetib boryaptimi sizlarga bilmayman, lekin Romeo va Julieta sizlar. Edingiz, to есть bir-biringizsiz yasholmasdinglar. Bir-biringizni tinmay rashk qilardingiz, lekin hozir aqlingizdagi insoningizda sizga umuman beparvo, umuman nabarot bo'lyapti. Beparvo, hech qanday rashk u yerda tursa, nima qilyapsan degan so'zni hattoki aytishni ham unutib qolyapti. Ahvoling qanaqa va shunga o'xshash so'zlar bo'ladi, chiroyli gaplar aytmay qo'ydi. U ancha o'zgargan chiqyapti. Juda ham taqdiringiz ko'ryapsizmi? Umuman tushunarsiz pozitsiyada chiqyapti. Har doim urush janjal bo'lyapti. Yo'q joydan, yo'q qandaydir kerak emas narsalarga rashk qilib urush chiqyapti yoki yo'q, umuman yo'q narsaga urush, janjal, to'polon chiqyapti. Lekin oxirgi kunlarda juda ham ko'p sizni xafa qilyapti, nimasi bilan, tili bilan xafa qilyapti. Endi urushlar chiqmayapti, balki oramizda bordir urush darajasiga kelgan, lekin ko'proq tili bilan sizni qandaydir xafa qilyapti, dilingizni og'rityapti. Yig'layapsiz, siqilyapsiz, umuman o'ylayapsiz, qani o'sha eski bizani sevgimiz, eski qani bizani Romeo va Julieta tariximiz deyapsiz, lekin hozirgi kunda juda ham qiynayapsiz. O'shacha bunaqa bo'lyapti-da, bir-biringizni ko'ryapsiz-ku, ani bo'lyapti-da. Sen ham meni holimga qachon tushasan, sen ham qachon menday qiynalasan, yig'laysan, o'sha ichingizdan shu narsa chiqyapti. Lekin qandaydir boshqa inson, boshqa ayol ham bor uni hayotida. Shuni ham aytib o'tay. Ko'ryapsizlar, o'sha tushungan bo'lsangiz. Da. Hayotida boshqa ayol ham bor. U ayol ko'rinishi qanday Aida desangiz, endi siz necha yoshdasiz bilmayman, lekin yoshroq, ozg'inroq va sochi qora, bilasizmi? Qanday zaharroq, lekin figurasi chiroyli qizlar bo'ladi-ku, sochlari uzun. Shunaqa ko'rinishda chiqdi o'rtoqlar.